Ülkemizden tamam vermezdik vatandaş. Bugün çislağa bugün görmüş genç yıl ikinci ayının 5. günü endilikte size anlaydığın leksiyamında vatandaşlar. Öyle başta bir vaxtlarda sözde kısa haberlerden şu şekilde aldık. Lekin buna dikkat kılın vatandaşım cuma. Ben sizden şunu talep kılıyorum vatandaşlarım cuma. Ben sizden bu muşu leksiyaya dikkat kılışınızı talep kılıyorum. Mavzusu yok. Lekin ben leksiya boyunca sözleyeyim. Reis Xi Jinping. Muşunu mavzu oklaydı. Reis Xi Jinping. Prezident Vladimir Putin bilen görüştü. Elçi dep qaradı mı? Xabar yetkizgüçi dep qaradı mı? Aloqalashgüçi dep qaradı mı? KGB'nin mayırıga, batırga yoluqop qaldı mı? Mavzulu xabar 2. ayının 5. günü Cungoga nazarat to'g'ri betida e'lon qilindi. 5. günü to'g'ri betida e'lon qilindi. Doğru betida e'lon qilindi vatandaşlar kechiring. Xabarning 5'ida bir abzasning mazmuni mundaq. Xi Jinping ziyofat berib Prezident Vladimir Putinni kutib oldi. Bu bir meydan Prezident Vladimir Putinning o'yinida. Buni Prezident Vladimir Putinning o'yini deb deymiz. O'yinida Xi Jinpingning Prezident Vladimir Putinning g'arazini tushunishida foydali tarafi bor. Hem shundaqla Xi Jinping bu KGB'ning kasblashgan odamini sinab baqalaydi. Dal mushundaq chog'da Amerika Rossiyaga ogohlantirish berib, mushu paytda, ya'ni bugungi paytda Jungo Kompartiyasiga tayinib qilish Rossiya iqtisodining obat manbai bo'lib qoladi deb ko'rsatdi. Diqqat vatandoshim, mushu jumlaga juma. Ham shundaqli KGB'ning odami sinab qolalaydi. Bu mushundaq chog'da, dal mushundaq chog'da Amerika Rossiyaga ogohlantirish berib, mushu paytda, ya'ni dal mushu bugungi paytda Jungo Kompartiyasiga tayinib qilish yoki tayinib qilish Rossiya iqtisodining obat manbai bo'lib qoladi deb ko'rsatdi Amerika. Xi Jinpingning partiya ichidagi dushmanlari jim turishni xohlamadi. Ham xohlamaydi. Amerikaning yuqoridagi pozitsiya bildirishidan bor kuchi bilan foydalanib, Jungo Rossiya munosabatiga zarba berdi. Partiya ichidagi Xi Jinpingning dushmanlari. Bir necha cho'ng siyosiy kuchning xalqaro nuqtadan aytganda, bir necha cho'ng siyosiy kuchning elishi Olimpik murosimining Beijingda o'tkazilishiga agishib qanotda ayrildi. Yana bir xabar. Jungo Rossiya munosabatida ong paydo bo'ldi. Prezident Vladimir Putin Beijingga ziyoratga kelib, sovuq muomalaga uchradi. Xi Jinping Prezident Vladimir Putindan xafa bo'ldi. Ham Prezident Vladimir Putindan qo'rqishga boshladi. Mavzuliq video film 2. ayning 4. kuni YouTube'da e'lon qilindi. Avtori Johnson-J. Shitao televiziyasi, Shitaoni bilasizlar, obzorcha, Xitoy demokratik obzor. 2022 yili 2. ayning 4. kuni Prezident Vladimir Putin kamtarlik bilan Jungoni
ziyorat qildi. Vladimir Putin kamtarlik bilan Jungoni ziyorat qildi. Xi Jinping ko'ranlik bilan qo'l berishni rad qildi. Yotib. Ko'rishiman deb qo'lini uzatsa, prezident Vladimir Putin rais Xi Jinping rad qildi. Bu ishlar chaqchaq emas, vatandoshim. Eğer gap bacımı bir yerde. Yana bir xabar. Xi Jinping bilan prezident Vladimir Putin suhbat o'tkazdi. Birlashma bayonot e'lon qilib, NATO'ning sharqqa kengayishiga qarshi turib, Amerikaning tezlikda ximiyaviy qurollarni ko'ydirishiga haydakchilik qildi. Mavzuli xabar 2 ayning 4-kuni Dovi tor betida e'lon qilindi. Bundan bir abzas naql keltiramiz. İki davlat Rossiya Jungo chet el kuchlarining o'rtaq qo'shni rayonlarimizda bexatarlik va muqimlik buzg'unchilik qiladigan harakatlar bilan shug'ullanishiga qarashtiramiz. Tashqi kuchlarning har qanday bahona sabablarni ko'rishib, egilik huquqliq davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turamiz. Ranglik inqilobga qarshi turamiz. Hamda mushu sohada hamkorlikni kuchaytiramiz. Rossiya Jungo. Ma bir jumlaga diqqat qiling. Chet el kuchlarining o'rta qo'shni rayonlarimizda bexatarlikka va muqimlikka buzg'unchilik qiladigan harakatlar bilan shug'ullanishga qarshi turamiz. Rossiya bilan Jungo o'rtasida o'rtaq qo'shni rayonlar qaysilar? Sharq shimolda Manjuriya, ichki Mong'oliya, tashqi Mong'oliya. Anandan keyin Rossiya, Uyg'uriston chegarasi, Qozog'iston shunday hisoblasa. Hozir tashqi Mong'oliya, ichki Mong'oliya va Manjuriya to'g'risida dunyoda cho'ng g'avg'o yo'q. Hozir g'avg'o, kishilik huquq, g'avg'o bo'layotgan muhokama, munozara, genocide, so'yqarim. Mushu ish Uyg'uriston qartlagan holda xalqaro jamiyatda elib berilyapti vatandosh. Endi bugun bu yerda Jungolar Rossiya nima deydi? Qo'shni rayonlar. Uyg'uriston Oltoy bilan Rossiyaga chegaradosh. Uyg'uriston Xitoyning mustamlikasi. Shunaqmi? Hozir demak Uyg'uriston Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi jo'g'rafiy zona yoki geopolitika, ya'ni siyosat jo'g'rafiyaga mos keladigan va shundoq bo'lib kelgan o'zidan biri. Shundoq o'lka, shundoq mustamlika davlat Uyg'uriston. Hozir bu yerda gap nima deymiz? Hozir prezident Vladimir Putin bilan rais Xi Jinping nimalarni so'zlashdi? O'ttirg'i chiqmadi. Bu yerda bir yo'shirin o'xtush berilgan. Yo'shirin o'xtush bilan qo'shni rayonlarda muqimlikka, bexatarlikka, buzg'unchilik qiladigan harakatlar bilan shug'ullanishga qarshi turamiz. Bu yerda kishilik huquqni ta'kidlash, so'yqarinni to'xtat deyish, Uyg'urlarning taqdiri ko'ngil bilish navbat xalqaro jamiyatning kun tartibidagi ishlar bo'lg'achqa Rossiya bilan Jungo o'rtasida mush ish yuz berdi debdi. Ham bayonot e'lon qilib, bayonotga mushuni kirgizibdi. Vatandoshlar, men bugun müşahid to'xtayman. Allah xolisa, ata buni maxsus muhokama qilamiz vatandosh.